Topinglarchi, men qayerdaman? Bitta ko'rsating. Hozir bizni 5-1dagi Yakkasaroy loyihamizni qurilish obyektidamiz, 7-qavatdamiz. Ketdi. 7-qavatimizda, 8-qavatimizda va 9-qavat, 10-qavatlarimizda ichki перегородка ishlarini amalga oshiryapmiz, ya'ni g'isht terish ishlari amalga oshiryapti. Xonalarning bo'linish qismlari ko'rib turganingizdek bo'tdi, ustalarimiz ishlashmoqda. Mana bu yerda ham g'ishtlarni terilyapti, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisi, nasib qilsa, birinchi blokimiz deyarli bityapti. G'isht terish ichki перегородка ishlari. Endilikda xudo xolisi, ikkinchi blokimizni ham bittasini ko'rsatib o'taman, keling. Ikkinchi blokimizda esa ko'rib turganingizdek, apalovkalarni o'rnatganmiz, armatura karkaslarni to'qilgandan keyin endi bu yoqqa beton quyish ishlarini amalga oshiramiz va shu bilan birgalikda beton quyish ishlarini amalga oshirib bo'lganimizdan keyin plitalarni qo'yib, xudo xolisa ishlarimizni belgilangan tartibda ketma-ketlikda ko'tarib boramiz va eng qiziq tomoni shu yilning oxirigacha ikkala blokimizni bitirgan holatda o'z egalariga topshirishni rejalashtirganmiz. Ko'pchilik juda ham qiziqishyapti va bizdan ko'plab savollar kelib tushyapti. Yakkasaroy loyihasida ham qurilish jarayonlarini ko'rsatib boringlar, yoritib boringlar deyishyapti va Oydin Tower loyihamiz bilan birgalikda endi bundan buyog'iga Yakkasaroy loyihamiz, ya'ni ikkita loyihamizni qurilish jarayonlarini sizlarga yoritib borishga harakat qilamiz. Xudo xolisa, bizani aktiv kuzatishda davom eting. Kanaldan chiqib ketmang, sababi Telegram kanalimiz yopiq, qo'shilib olish qiyin bo'lishi mumkin. Salomat bo'linglar.